Salom o'rtoqlar. Bugungi kunda ichki ishlar organlari xodimlarining har qanday murakkab xizmat vazifasini samarali bajarishda jismoniy chidamliligi, tezkor qaror qabul qilish qobiliyati va amaliy ko'nikmalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda Surxondaryo viloyati ichki ishlar organlarining tarkibiy tuzilmalari hamda hududiy bo'linmalarda xizmat qilayotgan xodimlarning jismoniy va jangovar tayyorgarligini yanada takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirib kelinmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlar samaradorligini o'rganish maqsadida Ichki ishlar vazirligi jismoniy va jangovar tayyorgarlikni tashkil etish boshqarmasi mas'ul xodimlardan iborat ishchi guruh Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasida bo'ldi. Tashrif davomida ishchi guruh a'zolari tomonidan viloyat ichki ishlar organlarida jismoniy va jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarining tashkil etilishi, xizmat xodimlarining nazariy bilimlari hamda amaliy ko'nikmalari, shuningdek, sport infratuzilmasining holati atroflicha o'rganildi. Xodimlar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazilib, jismoniy tayyorgarlik me'yorini bajarish, maxsus taktik harakatlar, xizmat faoliyatida uchrashi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarda harakat qilish tartibi yuzasidan tavsiya va ko'nikmalar berildi. O'rganishlar jarayonida sohadagi mavjud yutuqlar bilan bir qatorda yanada takomillashtirishni talab etuvchi yo'nalishlar ham tahlil qilinib, mas'ullarga tegishli topshiriq va vazifalar yuklatildi. Albatta, bunday o'rganishlar ichki ishlar organlari xodimlarining xizmat samaradorligini oshirish, ularning jismoniy va ruhiy tayyorgarligini mustahkamlash, shuningdek, zamonaviy talablarga javob beradigan yuqori malakali kadrlarni shakllantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.